Xalqimiz uchun farovon turmush sharoitini yaratish, aholi bandligi va real daromadlarni muttasil oshirish, ijtimoiy muammolarni hal etish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash orqali kambag'allikni qisqartirish davlatimiz rahbari tomonidan olib borilayotgan siyosatning bosh mezoni sanaladi. O'zbekiston 2030 strategiyasida kambag'allikka tushish xavfi mavjud 4,5 million aholining daromadini oshirish, bandligini ta'minlash natijasida ishsizlik darajasini 7% gacha tushirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Zero fuqarolar uchun munosib turmush sharoitini yaratish, teng imkoniyatlarni ta'minlash va kam ta'minlangan oilalarni qo'llab-quvvatlash orqali barqaror ijtimoiy muhitga erishish mumkin. Bunda albatta sayyor qabullar samarali mexanizm sanaladi. Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida ham aholi muammolarini o'rganish va mahallalarda obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla mezonlarini joriy etish maqsadida davlatimiz rahbarining topshirig'iga asosan Prezident administratsiyasi boshchiligida 30 ga yaqin vazirlik va idora vakillaridan tashkil topgan respublika ishchi guruhi hamda tuman hokimligi mas'ullari ishtirokida o'tkazilgan sayyor qabulda fuqarolarning murojaatlariga quloq tutildi. Davlatimiz rahbarining 2025-yil 30-yanvardagi aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini moliyalashtirish tartib-taomillarini takomillashtirish to'g'risidagi farmoniga muvofiq joriy yilning 1-aprelidan boshlab yoshlar daftari jamg'armasi orqali tadbirkorlik faoliyatini boshlash va o'zini o'zi band qilishga zarur bo'lgan asbob-uskunalar, mehnat qurollari uchun to'lanadigan suda va subsidiyalar kambag'allikni qisqartirish davlat maqsadli jamg'armasi mablag'lari hisobidan ajratilishi ko'zda tutilgan. Shunga muvofiq yangiyo'llik yoshlarni o'zlari qiziqqan kasb-hunarga yo'naltirish uchun subsidiya asosida bir qancha texnikalarning taqdim etilishi ularning bandligini ta'minlashga ham xizmat qiladi. Bugungi kunda Yangiyo'l tumanida siz yoshlar bandligini ta'minlash ishlari bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Mahallalarda mavjud yoshlar yetakchilar orqali uyma yurgan holda yoshlarni xatlovdan o'tkazilgan. O'sha xatlov natijasida siz bo'lgan yoshlarni bandligini ta'minlash uchun o'sha o'zlarining qiziqishlaridan kelib chiqib rasmiy ish bilan band qilib ishga kiritilmoqda. Bugun ham mana 10 ta yoshimizga subsidiya orqali notebook va printer apparatlari, 6 ta yoshimizga motokultivator apparati yer haydash uchun va 8 ta yoshimizga tikuv mashinalari olib berilib, ularning bandligi ta'minlanmoqda. Ularni bundan keyingi faoliyati ham yoshlar yetakchilar orqali monitoring qilib boriladi. O'sha yoshlarimiz berilgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalanyaptimi yoki ularga qanaqadir yordam kerak bo'lsa, o'sha yoshlar yetakchilar orqali muntazam kerakli yordamlar berib boriladi. Men o'zim shu ishsizligim sababli mahalladagi yosh yetakchisiga murojaat qildim. Ularning o'rganishlarining orqasidan o'zim ITga qiziqqanim sababli IT programmistlik bo'yicha, keyin kibersport bo'yicha, grafik dizaynerlik bo'yicha o'qib chiqdim. O'qib chiqqanimdan keyin hozirda bitta rangli printer, bitta notebook berishdi. Ular tashabbuslari bilan shu ishlab bo'lyapti. Biz bu texnikani sovg'a sifatida qabul qilib oldik. Tekinga berishdi bizga. Bu sovg'ani olganimizdan keyin o'zimizni bandligimizni ta'minlashga, yurtimizga foyda keltiradigan farzand bo'lishga, prezidentimiz yoshlarga ko'rsatayotgan ishonchini, yoshlarga ko'rsatayotgan g'amxo'rligini oqlashga harakat qilamiz. Respublika ishchi guruhi qurilganiga 40 yildan oshib ta'mirtalab ahvolga kelib qolgan ko'p sonli ota-onalarning murojaati asosida bugun qurilish ishlari boshlab yuborilgan tumandagi birinchi umumta'lim maktabi bilan ham yaqindan tanishdi. Mas'ullarga amalga oshirilayotgan ishlarning sifati yuzasidan tegishli ko'rsatmalar berildi. Qurilish ishlarining belgilangan muddatda yakunlanishini ta'minlash muhimligi ta'kidlandi. Davlatimiz rahbari ta'biri bilan aytganda, yangi O'zbekiston maktab ostonasidan, ta'lim-tarbiya tizimidan boshlanadi. Bugun maktab ta'limiga qaratilayotgan e'tibor o'zining ijobiy natijasini ko'rsatyapti. Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanidagi birinchi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi 900 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, shu vaqtga qadar ushbu maktabda 1700 nafar o'quvchi tahsil olayotgan edi. O'z navbatida o'tgan asrning 70-yillarida qurilgan maktab bugungi kun ta'lim tizimiga mutlaqo javob bermas edi va davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan ushbu maktabga 14 milliard 700 million so'm mablag' ajratilib, endilikda bu maktabning quvvati yana ham oshirilyapti. Qo'shimcha 480 o'rinli o'quv binosi qurilyapti. Umumiy hisobda ushbu maktab bir smenada, ya'ni 1800 nafar o'quvchini qamrab olish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'z navbatida bu maktabning qurilishi bu yerda tahsil olayotgan o'quvchilar va o'qituvchilarning ham ta'limga bo'lgan mehrini oshishiga sabab bo'ladi deyish mumkin. Yurtboshimiz tomonidan ta'limga qaratilayotgan e'tibor va yoshlarga qaratilayotgan siyosati bugungi kunda o'z samarasini bermoqda. Ko'pdan kutgan orzuyimiz edi. Biz yoshlarimiz va fuqarolarimiz, o'qituvchilarimiz hammamiz mana shu orzu qilgan kunlarni tez kunlarda ko'ramiz. Mana biz davlatimiz tomonidan, yurtboshimiz tomonidan yoshlarga qaratilayotgan siyosat, ta'limga qaratilayotgan siyosatdan biz xursandmiz. Bizni yanada bu imkoniyatlar kasbimizga bo'lgan mehrimizni oshiradi. Maktabimizga yangi jihozlar, zamonaviy kompyuterlar berish ko'zda tutilmoqda. Biz mana shu
zamonaviy texnikalardan foydalanib kelajakda yoshlarimizni yetuk inson etib jamiyatda o'z o'rnini topishda astoydil mehnat qilishga bor kuch-g'ayratimizni sarflashga tayyormiz. Aholini sifatli tibbiy xizmat bilan qamrab olish maqsadida bugun Yangiyo'l tumanida ham izchil sa'y-harakatlar amalga oshirilmoqda. Ayni kunlarda tumanning Xalqobod mahallasida zamonaviy markaziy poliklinika qurilishi boshlab yuborilgan. Loyihaning umumiy qiymati 8 milliard 951 million 700 ming so'mni tashkil etadi. Respublika ishchi guruhi va tuman hokimiyati mas'ullari loyiha amalga oshirilayotgan maydonda bo'lib, qurilish ishlari bilan yaqindan tanishdi. Eski ko'pto'lama markaziy polikamizni bugungi kunda aholimizga shu yuqori sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish uchun imkoniyatlari, sharoitlari unchalik yetarli emas edi. Biz albatta mana keyingi paytlarda xalqdan ko'p chiqayotgan murojaatlar, ya'ni shu tibbiy xizmat sifatini aholiga juda ham yaqinlashtirish va yuqori malakali tibbiy xizmat ko'rsatish uchun hokimiyatlarga bir necha bor biz murojaat qilganmiz, o'zimizni taklifimizni aytganmiz va mana shu kunga kelib turib bizlarning murojaatlarimiz, takliflarimiz ijobat bo'lib, mana hozir shu ko'pto'lama markaziy больницаning ichida yangidan, ya'ni qaytadan 250 qatnovga ega bo'lgan binosi qurilishi ishlari boshlandi. Mana shu qurilish ishlari boshlanganligi shu hurmatli prezidentimiz hozirgi kunda tibbiyot sohasida olib borayotgan shu reformalarning bir ko'rinishi desak hech ham yanglishmagan bo'lamiz. Bu poliklinika asosiy qiladigan vazifasi aholiga ambulatoriyada maslahat berish bilan iborat bo'ladi. Bu polinikamizda hozirgi kunda 27 shu turdagi tor mutaxassislar bulardan tashkil topadi. Yangiyo'l tumanimizda 200 ming aholi bo'ladigan bo'lsa, o'sha 200 ming aholini o'sha 27 turdagi tor mutaxassislar tomonidan bepul maslahat ishlari olib boriladi. Xalqimizda suv keltirgan elda aziz degan naql bor. Shunga monand davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan mamlakatimiz suv ta'minoti tizimini yaxshilash yo'lida so'nggi 5 yilda qariyb 1 milliard dollar sarmoya kiritildi. Ma'lumotlarga qaraganda 2030-yilga kelib aholining markazlashtirilgan ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik darajasi 90% ga yetkazilishi ko'zda tutilyapti. Bu borada 50 ming kilometrdan ziyod ichimlik suv tarmoqlari, 2000 ga yaqin suv inshootlarini qurish va rekonstruksiya qilish ko'zda tutilgan. Biz ayni paytda Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanidagi markaz mahallasidamiz. Ushbu mahallada suv inshooti qurilyapti va buning natijasida bu yerdagi 4 ta mahallani, aniqroq aytganda 4000 ga yaqin xonadonni ichimlik suv ta'minoti bilan ta'minlashga erishiladi. Yangiyo'l tumani hududida umumiy uzunligi 269 kilometr bo'lgan ichimlik suv tarmoqlarini tortish va 7 ta mahallamizda ichimlik suv taqsimlash inshootlarini qurish va 3 ta mahallamizda sig'imi 50 metr kubdan mo'ljallangan suv minoralarini qurish rejalashtirilgan bo'lib, natijada Yangiyo'l tumani aholisini 84% dan 98% gacha ta'minlashga erishiladi. Umumiy dastur doirasida 22 million 600 AQSh dollari mablag' ajratilgan. Bu dasturgacha Yangiyo'l tumanini bir qator mahallalarda ichimlik suvi yetib borishi qiyin bo'lgan mahallalar juda ko'p bo'lgan. Oddiy bir misolni aytishim mumkin. Ushbu doira dastur doirasida Yangiyo'l tumanining o'zida 14 mingdan oshiq xonadon yoki 30 mingga yaqin aholi ilk bor ichimlik suvi bilan ta'minlashga erishdi. Yangiyo'l tumanimizda hozir katta ishlar olib bormoqda. Aholimizni toza ichimlik suv bilan ta'minlash maqsadida mana katta inshootlar qurilyapti. Hozirgi kunda bu markaz, Shuralsay, Mingbog mahallalarga suv bilan ta'minlash imkoniyatini yaratib beryapti. Bizning mahallamizda avval suvni toshib ichilardi, ko'proq. Shuning uchun mahallamiz ichimlik suvdan qiynalgan. Mana hozirgi kunda prezidentimiz shunchalik e'tiborlari bilan hozirgi kunda shu ichimlik suvini mana o'zimizga tortib kelinyapti. Biz bundan juda ham xursandmiz. Prezidentimizga ming rahmat aytamiz. Xalqimizda yo'ling ravon bo'lsa, manziling yaqin bo'ladi degan gap bor. Bugun mamlakatimizda nafaqat magistral, balki ichki yo'llar infratuzilmasiga ham alohida e'tibor qaratilyapti. Joriy yilda Yangiyo'l tumanidagi 13 ta mahallaning 15 ta ichki ko'chalarini ta'mirlash uchun davlat byudjeti hisobidan 4 milliard so'm mablag' ajratilib, noyabr oyiga qadar bu ishlarning yakunlanishi rejalashtirilgan. Registon mahallasining Bo'ston ko'chasi ham shu vaqtga qadar asfalt ko'rmagan edi. Fuqarolarning murojaati asosida bu ko'chaning 1 kilometrlik qismida asfaltlash ishlari boshlab yuborildi. Bu orqali bugun mahalladagi yosh va qarining ko'p yillik orzusi ro'yobga chiqyapti, og'iri yengil bo'layapti. Prezidentimiz tashabbuslari bilan qilingan yangi qarorlari bilan mahallamizda obodonlashtirish ishlari olib borib turib, mahallamizda yangi asfaltlash ishlari olib borilmoqda. Bu ko'chalar bizni og'irimizni yengil qiladi. Qish kunlarida
yoz kunlarida yo'llarimiz ravon bo'lib, hammasi xalq farovonligi uchun xizmat qiladi. Bundan mahallamiz fuqarolari hammamiz bundan juda xursandmiz. Aholini uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash bugungi kunning eng dolzarb masalasi hisoblanadi. Davlatimiz rahbarining 2025-yil 1-apreldagi yoqilg'i energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish va behuda sarflanishning oldini olish hamda energiya samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni takomillashtirish to'g'risidagi qaroriga muvofiq Yangiyo'l tumani elektr ta'minoti korxonasi xodimlari tomonidan tumanning Ko'kalamzor, Baytish, Epkendi, Qo'shyog'och, Shodlik hamda Jambul mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi aholi hamda yuridik iste'molchilarni sifatli va uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash maqsadida Navbahor podstansiyasida ortiqcha yuklamada ishlayotgan 4000 kilovatt quvvatga ega transformatorga qo'shimcha yana 4000 kilovatt quvvatdagi transformator o'rnatilmoqda. Yoqilg'i energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish va behuda sarflanishni oldini olish hamda energiya samaradorligini oshirish bo'yicha Yangiyo'l tumanida bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Shu kunga kelib, hozirda rejadan tashqari Yangiyo'l tumanidagi Qo'shyog'och mahallasi hududida joylashgan 35 ga 10 kilovatlik Navbahor podstansiyasidagi mavjud T1 4000 quvvatga ega kuch transformatorini yuksizlantirish maqsadida qo'shimcha 4000 quvvatga ega kuch transformatori o'rnatildi. Hamda ushbu podstansiyani ishga tushirish uchun qo'shimcha ravishda 35 kilovatli moyla o'chirgich va 35 kilovatli ajratgich hamda tok transformatorlari va kuchlanish transformatori o'rnatildi. Ushbu podstansiyamiz to'liq ishga tushgandan keyin qo'shimcha ravishda 2000 maishiy iste'molchini elektr energiyasi bilan ta'minlash imkoniyatiga ega. Parrandachilikni bejizga yetti xazinaning biri deyishmaydi. Ushbu tarmoq bilan shug'ullangan tadbirkor tez fursatda uning foydasini sezishi tabiiy. So'nggi yillarda tarmoqni rivojlantirishga qaratilgan loyiha va tashabbuslar natijasida mahsuldorlik yil sayin ortib boryapti. Bu sur'atni davom ettirib, joriy yilda 1 million tonna parranda go'shti, 10 milliard 500 dona tuxum yetishtirish rejalashtirilgan. Eksport hajmini 2 karasiga oshirib 180 million dollarga chiqarish ko'zda tutilgan. Ana shu tashabbuslarga Yangiyo'llik tadbirkor ham labbay deya javob qaytarib, bugun tarmoqni rivojlantirishga xizmat qilyapti. Tadbirkorlikni, parrandachilikni 3 oy bo'ldi boshlaganimizga. Bilan mahalla raisi, hokim yordamchisi kelib tavsiya berdi. Bankdan 400 million kredit olib, mahallada 7 ta ishsizlarni yig'ib 1000 metrga yaqin joyda o'rab, o'rdakchilik bilan shug'ullanyapmiz. Hozirgi kunda boshlanishiga 300 ta 6 oylik, 5,5 oylik, 6 oylik katta o'rdakdan sotib oldik. O'shani hisobidan o'rdaklarimizni yemi chiqib turibdi. Tuxum har kuni 100 ta, 120 ta tuxum olamiz, uni bozorga sotamiz. Shuni sotganning hisobidan tushgan mablag'dan shu o'rdaklarimizga yem olib kelyapmiz. Go'sht mahsulotlarini xudo xolasa oyiga 5 tonna, 6 tonna yetkazib berishga harakat qilamiz. Uddasidan chiqqan kishi uchun tomorqa bebaho xazina, shu bilan birga tomorqa rizq-ro'z qo'shimcha daromad manbai. Bandlikni, arzonchilikni ta'minlashning eng samarali yo'li ham. Bugun tomorqaning har qarich yerdan unumli foydalanib, muhim daromad manbaiga aylantirgan va ro'zg'orni, to'kin turmushini farovon qilayotgan oilalar juda ko'p. Misol uchun tumanning Baytish mahallasida istiqomat qiluvchi Mahbuba Tojiboyeva o'tgan 2024-yilda o'z xonadoniga issiqxona qurish uchun bankdan 60 million so'm kredit olib, 16 sotixlik yer maydonida bugun shifobaxsh rozmarin o'simligini yetishtirmoqda. 7-8 yildan beri shug'ullanamiz tomorqa bilan. Oldingi yil mana bu teplitsani kredit olib qurdik. Rozmarin ovqatga, salatlarga, yana dorivor o'simlik, shampun, dori, shunaqa narsalarga ishlatiladi. Eksportga ketadi bular. Rossiyaga, Qirg'izistonga, Qozog'istonga eksportga olishadi ko'pincha. Yetishtirgan mahsulotimiz uydan kelib olib ketishadi. 500 kilo, 1 tonna, 1,5 tonna shunaqa uydan kelib olib ketishadi. Kilosini qanchadan sotasizlar? Kilosini 30 mingdan bo'ldi bu yil. Yaxshi bo'ldi. Yillik daromad qancha bunda? Yillik daromad 100 million bo'ladi. Sof daromad. Sof daromad. Yozda ekamizda, qishda sotamiz, salqinda, oktyabr, noyabr o'shanda boshlanadi, dekabr, yanvar, fevral, martgacha. Xonadon vakili faqatgina tomorqadan kelayotgan daromad bilan cheklanib qolgan emas, ular o'rdakchilik va baliqchilik ortidan ham ro'zg'orga baraka olib kirish niyatida bugun astoydil mehnat qilyapti. Bir so'z bilan aytganda, tumanda aholining muammo va kamchiliklariga yechim topishga qaratilgan izchil sa'y-harakatlar bo'y ko'rsatmoqda. O'z navbatida fuqarolar ham davlat tomonidan yaratib berilgan imkoniyat va sharoitlardan to'kis foydalanib, oilasiga qo'shimcha daromad olib kiryapti. Farovonlik sari dadil qadam tashlayapti.